Fuqarolarga tezkor xabar. Ertadan, ya'ni hafta boshidan O'zbekiston hududlarining qaysi viloyatlarida yomg'ir va qor, qahraton sovuq bo'lishi e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zgidromet 22 dekabr kuni uchun ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Ayrim joylarda yaxmalaklar kuzatiladi. Harorat kechasi 1-6 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja sovuq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ayrim joylarga biroz qor yog'adi, tuman tushadi. Havo harorati kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Toshkent va Sirdaryo viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda yaxmalaklar kuzatiladi. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. Samarqand va Jizzax viloyatida ba'zi joylarda qor yog'adi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda yaxmalaklar kuzatiladi. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja sovuq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir va qor yog'adi. Yo'llarda yaxmalaklar kuzatiladi. Harorat kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida ba'zi joylarga tuman tushadi. Yaxmalak ham kuzatiladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti bilan qor yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Yo'llarda yaxmalaklar kuzatiladi. Tog'li hududlarda qor ko'chish xavfi ham e'lon qilingan. Harorat kechasi 8-13 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja sovuq bo'ladi, deyilgan ma'lumotda.